O'zichi bekor qildik-da. Sen ham ketdik deding. O'rtog'im butun bozorligini tashab, boraman, billa aylanamiz dedi. To'rtalamiz billa kelardik. Toshkent ko'rmaganmisiz, adasi? Birgami endi birga yetaklashib yurganimiz qoluvdi. Boshqa ishimiz yo'qmi? O Zarifa xonam hozir xo'jayinim kelyaptilar deb qoldi. Hammamiz kelardik billa. Bo'ldi, eri kelsa uyida o'tirsin. Oy, baraka topkur. Mehmonni hurmat, izzat bilan yaxshi kutib olgan mezbonni bunaqa qilmaydi. Toza jonga tegdingiz-ku, ha? Aboring birga bo'lmasam yetaklashib yuring. Mehmonni yaxshi kutib olgan bo'lsa nima endi har qayoqqa borsak birga yetaklashib yurmaymiz-ku? O'zi nima olmoqchi edik? Nima olib berasiz? Pulingiz nimaga yetadi? Bitta zire bilan o'ziga yetadimi? Yetadimi? Yo, menga qara. Men bitta tilla uzuv bilan bitta zire olib beraman. Boshqa narsa olib bermayman. Qaysi puling olmoqsan o'zi? Jonga tegdingiz. Eshityapsizmi? Tilla topgan devonaga o'xshaysan, ha? Yur. Men birovni didi bilan emas, o'zimni didim bilan olmoqchiman. O'rgildim seni didingdan. Yur tezroq. Yur, oldimga tush. Sana deb o'rtog'im tashlab keldi. Onasi. Onasi. O dadasi. Keldingizmi? Ha. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mehmonlar turdimi? Ha, turib ham bo'lishdi, ketib ham bo'lishdi. Qayerga ketishadi? Ha, ertalabdan bozorga, do'konlarni aylanishdi. Axir o'zim aytdim-ku. O'zim aylantiraman deb hamma narsani sherigimga tashlab kelib o'tiribman. Voy, aytdim Zafar aka, hozir keladilar Zafar akam desam, endi ayollarga ma'qul kelmadimi? Hech narsa demasdan chiqib ketishdi. Mayli, onasi qo'yaver. Agar xotin birga aylangiz kelgandir-da. Qara, ular kelishiga qo'l bola qilib, bir mantimi, uyg'urcha lag'mon qilib qo'ymaysanmi? Voy, dadasi. Mantiq qilamanmi yana? O'zim yordam berishib yuboraman. Yo'q, endi mantiq qilishga go'sh yo'q. Ro'zg'ori ham tagi ko'rinib qolgan. Mehmon-ku, men chiqib kelaman do'konga. Ha. Bo'ladimi? Kulib kutib ol, uyimizga mehmon keldi. Xursandman, voy mehmon. Voy, shu qishlog'ingizdan kim kelsa kulib kutib olasiz, bor budingizni qo'yasiz. Mayli, shularning nasibasi rizqi bordir shu yerda. Xo'p, men unda chiqib do'konga. Xo'p. Harakat qilib tur, xamirlarni qilib. Xo'p. Ha, do'stim. Do'stim, seni ham bezovta qilib qo'ydik-a. Muhim ishing bitgan bo'lsa bo'ldi. Ishim bitishga bitdi-yu, endi xotinlarni bilasan-ku. Bozorga tushgandan keyin uni olaman, buni olaman deb taksiga pul qoldirmamiz. Shunga seni bezovta qildim-da. Ya, hech qisi yo'q. Bezovta bo'lganim yo'q. Aytgancha, qishloqdagilar bilan ko'rishib, salom alaykum qilib turibsanmi? Ha, haligani B sinfdagi Murod bor edi-yu. Ha. Shuning bilan bordi keldimiz bor. Bu Toshkentdami? Bo'lmasa chaqir bir ko'rishib, u joyda o'tirib otamlashardik. Ha? Birga tushlik qilamiz ham. Zo'r bo'ladi. Telefon qilib ko'ring-chi. Sen nimaga o'tiribsan? Bor uyga kiraver, o'rtog'imiz bilan ko'rishamiz.